Саламатсыздарбы достор? Биз азыр Кызылкаядабыз. Кызылкада жакшы бир презентация өткөрдүк. Биринчи жолу мен Айшенемдин чакыруусу менен. Айшенем бул мен досумдун апасы, Бишкектеги кызы Наризанын чакыруусу менен BP компаниясына келип калды. BP компаниясына келгениңизге канча болду? 2 ай. Так. 2 ай 5 күнчө болуп калды. 2 ай 5 күн болду. Сиз эмне үчүн биякта иштейм деп Birinchi men калдыңыз биякта? Эмнеси сизди тартты? men birinchi bu yerda sog'lik uchun kelganman. Lekin endi doimo ona farzandini o'ylar ekanda. Keyin qarasam bolalarim juda ozgina qiynalib qoldi. Mana shu remontlar, boshqalar shu tangani qilishda. Keyin shularga yordam bergim keldida, qarasam yengil pul bor ekan bu yerda. Haqiqatda yengil pul. Osonlikcha ish qilsa bo'ladi. Ikkita uchta odamni kirgizar ekansiz, o'shani orqasidan pul olar ekansiz. Shu men bu firmani shunday yengil pul topishini yaxshi ko'rdim. Birinchidan, ikkinchidan nima deydi? Shu firmani ochgan kishi gapirdi shekilli, men o'sha yerda Zoomda nimani Amina nimasini eshitdim, intervyusini eshitdim. O'sha yerda shunday prostoy tillar bilan shunday chiroyli tushuntiryapti. O'sha nima deydi? Nima edi? Ana shu kompaniyani ochgan odamda shu denini eslab qolganman, ruscha kunduzi degan narsa. Shu den edi janoblari shunday chiroyli gapirganda shuni yaxshi ko'rdim. Qarang, prostoy til bilan insonni daraxtga o'xshatdi. Boltani o'sha daraxtni kesadigan narsa qildi. O'sha vitamin. Daraxt turaveradi. Agar o'sha bolta chopmasa. Shunga o'xshatib shu gapidan qarab shuncha mudri insonlar deb действительно zo'r nima qilar ekan deb shuni orqasidan harakat qildimda, shu birinchi farzandim orqasidan, birinchi so'zi zaroyim to'g'risidan, ikkinchisi farzandim orqasidan bo'lib shu kompaniyaga ishga tushdim. Lekin kompaniyada ko'p tanishlar ham ortadi. Mana birinchidan mana qizimning dugonasi qizimday bo'lib qoldi. Shunday yaxshi yerda Murodil oilasi bilan hammasini yaxshi ko'rdim. Haqiqatda yaxshi insonlar ekan. Birgalikda ishlash men uchun maroqli bo'ldi. Harakat qilaman ishlashga. Siz hozir BP'de qantip ishlab o'tasiz? Internetdan ishlab o'tasizmi? Jönde tanishlaringizni aytib ishlab o'tasizmi? Qanday ishlab o'tasiz? Da, ko'proq gruppa bilan. Gruppalarim ko'p, WhatsApp gruppam ko'p. Keyin mana shu jo'natib turaman kelgan narsani. 3 ta nimada men yozilganman. Uchovsidan kelgan narsani birini olib birga jo'natamanki, o'shalar shu tushunsin deb. Ana shunaqa keyin o'tirishlarim bor. Yo'q borganda tushuntiraman. Banya degan narsa bor, ayol kishi uchun bilasiz. Yo'q borganda ulardan tushuntiraman. Ana shunaqa qilib shu tanish bilishda, любой joyda da telefonda birinchidan, ikkinchidan любой o'tirgan joyimda meni ishim shu bo'lib qoldi. Qizlar sizlar menga o'xshab zo'r bo'lsin, nima sog' bo'lsin, o'zingiz sog' bo'lsangiz, boshqalarga ham sog'ligini o'ylab qolar ekansiz. Ana shunday ketayotib odamlarning yuziga qaraydigan bo'lib qoldim. Mana shu elifsa yaxshi bo'ladi-da degan narsa. Shu narsalar ko'p anaqa bo'ladi-da menga. Yuzani ekan, voy mayda dog' bor ekan, значит peching. Shu ham elifsa zo'r bo'lardi deb shularni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Yaxshi, rahmat. Andan dag'i siz 2 ay bo'ldi ishlaganda 1 oyda siz zarplata chiqdingiz, a? Da. Qancha zarplata chiqdingiz hozir aytib qo'ysangiz? Shu 1 oyda yo'q 106 ming, по-моему, так. Nimaki? $1100. $1100. $1100 примерно qancha 90 mingdan oshiq. Birinchi oyda o'shancha zarplataga chiqib o'tadi. Men Ayshanem qancha yoshdasiz? Yoshingizni aytib qo'yingsiz. 67 yoshdaman. 67 yoshda men qarib qoldim. Qo'y men bolalarni bag'ish kerak deb o'tiribasdan o'zi harakat qilib ishlab o'tadi. O'shancha zarplataga chiqib o'tadi-da. Qaranglar. Qirg'iziston uchun eng so'm narsa turadi. Hozir Qirg'izistonda sredniy zarplata 30 mingda, 30 ming bo'lsa, men 3 esa ko'p topadi. Qancha vaqtingizni bo'lib o'tasiz bu yoqqa ishlagani? Ishlagani juda oz vaqt ketyapti. Oz ketyapman. Ko'p shu yopishib haligini qilmayapman. Borgan yerimda gapirib qo'ysam, o'sha narsa bo'lib kelyapti. Menlar shu narsa uchun turib borib bir ish qilay deb uydan shu narsa uchun turib ketmayapman. Kelaman, bu yerga kelsam, kelganlarga gapiraman. Keyin o'zimni ber bo'yicha aka-ukalarim, o'shalar bolalar, birinchi o'chir o'shalar. Shularni ko'rib turib, yuzlari tiniqlashdi, boshqa bo'ldi. Shularni ko'rib, keyin aytamanki, значит, rezultat katta. Sразу bilinadi. O'zingizni основной yumushingiz nima? Salon ishi desa? Yo'q, men hozir основной ishim men pensionerka. Da 4 yil bo'ldi, kelinimga topshirdim. Просто shu jicha qiynalib qolishdi. Shunga keyin meni ham qo'limdan keladi shu ish. Men burun ham ishlaganman, bu firmalarda ishlaganman. Har bitta firmani o'zicha yaxshi, yomon demayman. Nimaki,
har doim ham olib kompleks olib ichardim ishlamasam to'la ishlamay ko'ray derdim lekin ko'p joyda ham ishlaganman ishlab yuqori nimalarga yetganman katta rost ishlash kerak xolos shu ishlash kerak qara boshqa kompaniyani rezultati bilan buni osmoniy yer farqini ko'ryapman demakki man 3 kunda rezultatga chiqdim o'zimni sog'liklarimni o'ylasam manda ham haqiqatda ko'p nima bor qancha vrachlarga bordim vrachlar yaxshi yomon emas shu borsangiz точный diagnoz qo'ya olmaydi rezultat yo'q nechta sanatoriyalarga yotdim nechta больницаlarga yotdim bu yog'i toshkent bu yog'i rossiya bu yog'i bishkek bu yog'i o'zimizda eng nimasi rezultatni man ko'rmadimda o'shanga aytamanki man yerda явно rezultat ko'rganligim uchun man patroq qildim bu действительно zo'r narsa ekanda rezultat sразу bo'ladi produksiyasi yo'nalishdi qo'rqmay nabrot siz rahmat aytib o'tsangiz kerak da mana shu dugonim qara man bunday bo'lyapman voy chapachog'iyman значит rezultat ko'rinyapti voy man bunday bo'lyapman sizga ozgina ta'sir qilyapti qo'zayapti dadingizni deyman desam или sizga murojaat qilaman primoy chiqaman mana bunday bo'lyapti ekan deb shundan yaxshi hammasi yaxshi bo'ladi жақсы қараңыз ошол канча адамдын ден соолугун чыңдап канча рахмат ыраазычылыктарды угатып айшенем ушунча зарплаталарга чыгып иштеп атат 67 жашта сиздин да колуңуздан келет бул нерсе просто күчтүү желание болуш керек желание да o'zingizga ixlos bo'lish kerak o'sha narsani mana dadam rahmatli aytishardiki любой narsani ham zaharli ham shifo tilab Allohdan ichsang o'sha shifo bo'ladi bu sani ixlos qilganing haqiqatdan birinchidan Alloh sababchisi shu qizlar bo'lishdi sababchisi o'sha den bo'ldi mana shuni aytib o'ylayman nimaga shunchalik umli odam ekan shu narsani qildi man lekin hech jim o'tirmayman man doim YouTube'da shipulab turgan ayolman doim shifo qidiraman har narsaga demakki endi ayol kishi o'sha qaridek biz o'zimizni bolalarga qaram qilib qo'ymasligimiz kerak o'zimizdan zo'r qilib harakat qilishimiz kerak sog'ligimizni o'ylashimiz kerak ana shuning uchun har kimni qaraymanda masalan shu qahramon rosta zo'r bola ну denga o'xshab bunday nimasi yo'qda endi денежный tomondan balkim qahramonda yo'q shu narsa deb o'ylayman nimaiki bu ham shunaqa zavoblar qurib shunchalik bu YouTube'dan chiqadi ko'pchilik taniydi biladi hozir это organ degan nimani chiqargan o'shandan odamlar shifo topyapti lekin shu bola ham juda umli bola aytaman denga o'xshab поддержкасы yo'q или kapitali yo'q o'shani orqasidan bitta rezultat bermaydi aytgan narsasini qilamiz choy qilib ichamiz rezultat yo'q nimaga deganda bu narsa ikkita 10ta 100ta 1000ta bilan rezultat bo'lar ekan man shuni o'zim ichib действительно shunga to'g'ri ekan degan nimaga keldim nimaiki dorini ham bitta bermaydi больницаga yotsangiz 5ta 6ta beradi ana shuni ichgandan keyin rezultat chiqadi bu vitaminlar ham xuddi shunday buni ichida shunchalik narsa bor shunchalik mujassam hamma yo'q ichgandan keyin odam to'q ham yuradi значит hali bitta olmani yedingizmi bitta bananni nima yedingiz bu yerda hamma narsani yeyapsiz shu kapsulani ichida o'shanga shu juda yaxshi olinglar ichinglar doim baxtli saodatli здоровый bo'lib yuringlar rahmat o'sha baringizlarga келиңиздер бепикте ден соолук чыңдаганча акча табыңыздар бизнес баштаңыздар нөлдөн баштап бизнес баштасаңыздар болот 1 сом акча салбай бизнес баштасаңыздар болот кызык болсо ылдыйга плюс белгисин калтырыңыз каналыма катталып лайк басып комментарий жазганды унутпаңыз рахмат айшене чоң рахмат